Assalomu alaykum olijanoblarining ashaddiy obunachilari. Biz sizlarga yangiliklarni ulashish maqsadida video syomkamizni boshladik. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, yangiliklardan bexabar qolmaysizlar azizlar. Biz 14 kunlik va 35 kunlik paketlarimizni narx-navoyi, qaysi viloyatdan, Toshkentdan uchishlarini qo'limizdan kelgancha batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. 10-11 kuni Farg'onadan Pramo reysimiz bor. Farg'ona Madina, Farg'ona Jidda reyslarimiz. Haftada bir kun Namangandan va kunda Toshkentdan reyslarimiz bor. Perisadkasiz Pramo uchadi biz samolyotlarimiz. Centrum Holdes'da litsenziyali, ishonchli, garantiyali firmalardan bu biri bo'ladi azizlar. 14 kunlik safar, narx-navolari va sayohat ibodatlari bizni firma tomonidan beriladigan narsalar bo'lib, bitta narx to'lovni ichida bo'ladi. Biz 12 viloyatga va 12 viloyatdan tashqari qo'shni davlat Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham onlayn tarzda ish faoliyatimizni olib boramiz. Onlayn tarzda qanday deydigan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp orqali bizga aloqaga chiqing. Quyidagi raqamlarga bog'lansangiz, biz sizga short raqam beramiz. Centrum Holdes'da Zagram pasportingizni tashlaysiz. Bemalol o'zingizga yoqqan kunni belgilaysiz, joyiz bron qilib beramiz. Qo'limizdan kelgancha xudo xolasa. Keyin Centrum Holdes'da short raqamlarni berganimizdan keyin o'zingizga yaqin va qulay bo'lgan bank yo bank filiallaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Agar bizni vodiydan kuzatib turganlar bo'lsa, bemalol Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar temir yo'l vokzali yonida ofisimiz joylashgan. Ofisga kelib, rasmiy kassalarimizga to'lovlar qilishlari mumkin bo'ladi. Safarimiz 14 kunlik va 35 kunlik paketlarimiz bor. 14 kun davomida 3 kun Madina-yu Munavvarada, 11 kun Makka-yu Mukarramada bo'linadi. Madinada esa 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek taomlari beriladi. O'zimiz o'zbek akalarimiz tomonidan gastnitsa oraliqlarimiz Madinada 150-200 metr atrofida bo'ladi. Makkada 1,5-2 kilometrgacha uzoqligi, haramgacha 15 minut 15 daqiqalik masofa bo'ladi piyoda boruvchilar uchun. Agar yurishga qiynaladigan yosh kattalar uchun avtobuslarimiz bepul tarzda 24 soat davomida xizmatda bo'ladi. Bir to'lovda evaziga sayohatlarimiz Qizil dengiz, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, Hiro g'ori, Qur'on bosmaxonasi o'zini ichiga olgan bo'ladi bizning firma tomonidan va ketayotganingizda vizangiz, biz tomonidan beriladigan so'mka, kamzil, nimchalar bular hamma yo'g'i bir to'lovda evaziga bo'ladi azizlar. Narxi 14 kunligimizning narxi esa $1020 12 viloyatga bemalol aloqaga chiqaveringlar. 35 kunlik paketimiz bo'lsa, Farg'onadan 17-kuni Farg'ona Jidda reysi 35 kunlik paketimiz bu $1650 bo'ladi va hatta ibodatdan qaytayotganingizda Jiddadan Namangan viloyatiga qo'nadi. Kimga qaysi kunga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol batafsil ma'lumotlar olish uchun quyidagi raqamlarga telefon qilib olishlari mumkin bo'ladi. Kimda kim xohlagan kuniga bron qilib beramiz. Toshkentdan kunda reyslarimiz bor, bemalol. Xohlagan kuningizni musofirdan kuzatib turganlar uchun ham bemalol ish faoliyatimiz 24 soat davomida telefonlarimiz, Telegram, WhatsApplarimiz ishlab turadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, sog' salomat bo'linglar.